yo'q qimmat kvartiralarni ko'rsatasizmi degan obunachilarimiz uchun yo'q. Sizlar uchun bitta bez remont 2 xonalik ikkinchi etajda joylashgan kvartirani obzorga yetib kelganmiz. Ana shu ko'rib turganingiz bizani yotoqxona qismimiz, yotoqxonamizdan balkonlarga ham ega. O'zim remont qilib olaman degan obunachilarimiz uchun bu. Bizani glavniy klaverish eshiklari, glavniy klaverishdan to'g'ri bizani kladovkamiz. Mana bu yerni o'z uchun bu yerga qo'shib olishingiz mumkin. Mana bu yer esa bizani kattagina mehmonxonamiz. Mehmonxonani tozalab almashtirilgan. Akvarimlar bilan qo'yilgan. Bu yer esa bizani oshxonamiz. Oshxonamizdagi derazalar ham almashtirib qo'yilgan. Xo'sh, oshxonadan mana bu yerda bemalol o'tirib choy ichishingiz uchun joy qilib olasiz o'zlari uchun va alohida bo'lgan sanuzurlari. Xo'sh, buni lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, lokatsiyasi bu xonadonni markaz demaymiz buni. Har doim markaz deb chiqdik. Maftunabarning oldisi, shundoqqina Maftunabar Texnonet Option reprasida joylashgan 4 qavatli palenli domni, ikkinchi qavatda 2 xonalik. Narxi esa $33,900 ikkilamchi kreditdan bo'ladi. Yanada to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling, obuna bo'lishingizni eslatib qolaman. Nest, Gap Nest.